Saudiya Arabistoniga yetib keldim va nihoyat do'stlar, mana 125 kun deganda do'stlar, qaranglar, O'zbekistondan ham chiqa olmaysan sen, yosh bolasan, usan, busan deganlar mana. Allohning yordami bilan 125 kun deganda Saudiyaga yetib keldim. Do'stlar, eng qizig'i Makka va Madinaga ham oz qoldi. Toshkentdan Namanganchalik yo'l qoldi. Endi bu yog'iga cho'llarda yurib bo'lmas ekan. Chunki bu yo'llarda yo'llarda ko'p shopirlar uxlab qolar ekan, yo'lda chetida odam yurg'izmas ekan, velosiped ham yurmas ekan. Shu sababli endi do'stlar, inshaalloh bugun xuftongacha yo ertagacha Madinada bo'laman. Inshaalloh do'stlar, kuzatib turinglar. Sizlar kutgan damlar kelyapti. Xullas do'stlar, nima desa chidadim. Men yomonga ham yaxshiman. Menga yomonlik qilsa ham men yaxshilik qilaman. Bu o'tkinchi dunyo do'stlar. Hasad qo'y bo'lmaylik. Hasad qilmaylik do'stlar, havas qilaylik. To'g'ri, oz fursat ichida million podpischigim bo'lib ketdi, lekin men bu narsani o'ylamagandim. Bunday bo'lib ketishini bilmagandim. Men hech kimga hasad qilmadim, birovlarni g'iybat qilmadim. Allohim beryapti. Keyin biz hech kimga obuna bo'lmay turib, o'zimiz bloger bo'lmoqchi bo'lamiz. Podpischigimiz ko'p bo'lishni xohlaymiz, lekin bu dunyo qaytar dunyo. Nima eksak shuni o'ramiz do'stlar. Obuna bo'lib tashlayveringlar. Hech kim sizlarni so'kmaydi, hech kim sizlarni qarzga botirib tashlamaydi. Hammaga obuna bo'lib tashlanglar. Mana do'stlar, men ko'p insonga obuna bo'lib tashlayman, ko'pchilik qaytarib olasizmi deydi. Yo'q, qaytara olmayman. Sizlar xursand bo'lsalaring bo'ldi.